Assalomu alaykum, dehqon akalar, yaxshimisizlar? Hop, mana bu poliyamiz, 42 sotik poliyamiz. Terimlarimiz xudo xolasa mana yakunlanib qoldi. Mana bugun ham birdamas Andijonga Asakaga yuk chiqardik. Hop, hozir yana u naryoqda turibdi, kapada. Opalarimiz sartruvka qilishyapti. Mana bu ko'rinadimi? O qizarib turibdi ana. Mana shu yerda. Endi o'sha yerda bir 10 tacha agatimiz qoldi. Teriladigan. 10 tacha agatimiz qoldi, yo'la sotiladigan. Umumiy yo'q, bu endi yangi ko'rayotganlarga bu joy Namangan viloyati Cho'ron tuman Qo'voy qishlog'i. Hop, joyimiz 42 sotik, kadastr bo'yicha Tomorqaviy. Hop, kapelnidan suv oladi. Hozir mana suv ochganmiz. Kapelnidan suv ketyapti mana. Mana ishlankada suv ketyapti. Mana shunda suv bor hozir mana. Suv bor, mana suv har bitta agatda mana kapelni tortilgan. Mana bundan bilamiz. Ishib turibdi mana kapelni. Mana kapelni 1 soat bo'lib qoldi suv ochganimizga. Endi asosan ko'chatga tashlaymiz bu joyda. Mana shu 42 sotik joydan bugungi kungacha sotilgani 160 million so'm. 157 million bilan 60 million orasida. 157 million 160 million orasida. Yana jicha sotiladigani bor. Xudo xolasa shu bilan to'xtatiladi bu yilgi mavsum qulupma hosilini. Endi mana qilib gullab solayotganlar ham bor qayta. Va buni oftob urib qo'yar ekan. Katta hosillarni ham oftob urib qo'ydi. Bundan yani asosan ko'chatga ishlanadi. Mana bunday aradan sug'orilish holati, mana nasosimiz. Mana aradan suv tortyapti mana shu holatda hozir mana. Hop, oddiy suv nasos, Palvon firmasining suv nasosi. Yo'qolgan holatda. Mana через filtr orqali o'tadi. Bundan kiradi, tepasidan tushadi. Ichida o'sha o'zimizning moslamamiz bor. Buni o'zimiz yasaganmiz, samodelniy. Bundan toza suv ketadi. Bu layqani tiniq qilib bermaydi-yu, lekin ichida cho'pak, mayda tiqin, o'sha kapelni teshin yopilishiga sabab bo'ladigan narsalar to'sib qoladi. Suv oqayotgan paytda mana bu joyda mana qayrib qo'yganmiz shilankasini. Shuni bitta ochsak, bu yoqqa toza suv ham ketaveradi, bu yoqda ichidagi narsa o'zini tozalayveradi ham. Shunaqa moslama qilganmiz. Allohga shukr, mana avgust oyidan beri ishlatyapmiz. Kapellarimiz hali to'lib qolgan joyi yo'q. Agar to'lib qolgan bo'lganda ba'zi joylari ish rivojlanmay qolishi kerak edi. Bir shu asosan kuzda kuzatamiz. Ochiq holatda qanday suv ichyapti mana. Buni ko'rinib bilinib turibdi mana shu yerda suv yaxshi ichyapti mana. Hozir 1 litrlik suv baklashkasi bo'lsa, shuni qo'yib qo'ysa ko'taradi bemalol. Bosim shu darajada. O'sha 42 sotik maydonga tendanga suv beryapti hozir mana. Bugun suv ko'proq beryapman. Bugun suv ko'proq berilyapti. Sababi sal suvdan tortuvdik biz. Qulupnoylarda ozgina chirish paydo bo'lganda hisobiga suvdan tortgandik. Endi mana ko'chatga tashlanadigan paytda bir suvga to'ydiriladi endi xudo xolasa. Shu bilan bir marta terim qilamizda, ya'ni butunlay nimaga tashlanadi. Mana chesnoylar ham olingandan keyin ko'chatga tashlanadi xudo xolasa. Hozir o'rtadagi holatlarni ham ko'rsataman. Biz mana yo'lagini ozgina torroq tashlab qo'ygan ekanmiz o'tgan yili. Keyin odam mana bilmasdan mana joylar izolyapti, o'shana hisobiga ba'zi agatlar mana qilib sizib qoladi. Bugun ham hozir adashmasam bir 500 mayda katta 500 kilocha umumiy terildi adashmasam. To'shinisi aniq esimda emas. 400 kilo oshiqroq terilibdi, shu 500 kiloga yaqin umumiy. Yana teriladiganlari bor. Endi bir 2 kundan beri tersak, shu bilan xudo xolasa tugaydi.